Agar siz yoki ota-onangiz SSSR davrida ishlagan bo'lsa, mehnat daftarchasida 1907, 1908 yoki 1930 yillarga oid yozuvlar bo'lsa, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki aynan eski ish staji arxiv hujjatlari. Mehnat daftarchasidagi bitta noto'g'ri yozuv yoki tasdiqlanmagan bir necha yil pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Ko'pchilik pensionerlar mening pensiyam allaqachon tayinlangan, endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda shunday holatlar borki, odam 5 yil, 8 yil, hatto 12 yil SSSR davridagi stajini isbotlab pensiyasini qayta hisoblatgan. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. SSSR davridagi ish staji qanday hisobga olinadi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlar kerak? Qayerga murojaat qilish lozim va eng muhimi, qaysi xatolar pensionerlarni puldan mahrum qilib qo'yishi mumkin? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men real hayotga yaqin misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu ma'lumot nafaqat sizga, balki ota-onangiz, qarindoshlaringiz va qo'shnilaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avvallari ko'pchilikning ish faoliyati bitta oddiy hujjat bilan tasdiqlanardi. Mehnat daftarchasi. Inson zavodda, kolxozda, sovxozda, maktabda, shifoxonada, qurilish tashkilotida yoki davlat idorasida ishlagan bo'lsa, kadrlar bo'limi mehnat daftarchasiga ishga qabul qilingan sana, lavozim, ishdan bo'shagan sana va buyruq raqamini yozib qo'yardi. Shu yozuvlar keyinchalik pensiya tayinlashda asosiy dalil bo'lgan. Lekin SSSR parchalanganidan keyin ko'p tashkilotlar tugatildi. Nomi o'zgardi, arxivlar boshqa joyga topshirildi yoki ba'zi hujjatlar yo'qolib ketdi. Masalan, oldin rayon paxta tozalash zavodi bo'lgan korxona keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan, so'ng yopilgan, hujjatlar esa tuman arxiviga berilgan bo'lishi mumkin yoki kolxoz sohasiga aylangan. Sohos fermer xo'jaliklariga bo'lingan, hujjatlar esa to'liq saqlanmagan bo'lishi mumkin. Mana shu joyda pensioner uchun muammo boshlanadi. Hozir ko'plab ma'lumotlar elektron bazalarga o'tkazilmoqda. Bu albatta yaxshi. Lekin eski davr, ayniqsa SSSR yillariga oid ma'lumotlar har doim ham elektron bazada to'liq ko'rinmaydi. Shuning uchun pensiya tayinlangan bo'lsa ham eski staj noto'liq kiritilgan bo'lishi ehtimoli bor. Ba'zi pensionerlar o'z pensiyasini olayotgan bo'ladi, lekin aslida uning 3-4 yil staji hisobga olinmagan. Ba'zilar esa arxivdan ma'lumot topilmadi degan javob olib, shu bilan to'xtab qoladi. Aslida esa boshqa arxiv, boshqa tashkilot buyruq nusxasi yoki guvohlarning ko'rsatmasi orqali masalani yana ko'tarish mumkin bo'ladi. Bu yerda eng muhim o'zgarish shuki, bugun pensionerning o'zi ham o'z ish stajini tekshirishi, hujjatlarni to'plashi va qayta hisob-kitobni talab qilish kerak. Davlat organlari hamma narsani avtomatik topib beradi deb kutib o'tirish to'g'ri emas. Ayniqsa SSSR davrida ishlagan insonlar uchun hujjat masalasi juda muhim. Men birinchi navbatda quyidagi toifadagi pensionerlarga e'tibor qaratishni maslahat beraman. Agar sizning mehnat daftarchangizda SSSR davriga oid yozuvlar bo'lsa, lekin ayrim joylarda muhr xira bo'lsa, sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, tashkilot nomi tushunarsiz bo'lsa yoki ishdan bo'shash yozuvi yo'q bo'lsa, bu masalani tekshirish kerak. Chunki pensiya hisoblashda har bir oy ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, bir ayol 1990 yildan 1990 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Mehnat daftarchasida ishga kirgan sana bor. Lekin ishdan bo'shagan sana yozilmagan. Pensiya tayinlash vaqtida unga faqat 1992 yildagi ishga kirish yozuvi yetarli emas deb aytilgan bo'lishi mumkin. Agar u arxivdan buyruq nusxasini topsa, ish haqi vedomoslaridan ma'lumot olsa yoki korxonaning tugatilish hujjatlarini aniqlasa, o'sha 8-9 yil staj sifatida qo'shilishi mumkin. Bu esa pensiya miqdorini oshirishga sabab bo'ladi. Ikkinchi toifa, kolxoz va sovxozda ishlaganlar. SSSR davrida qishloq xo'jaligida ishlagan ko'plab insonlarning hujjatlari boshqacha yuritilgan. Ba'zan mehnat daftarchasida to'liq yozuv bo'lmaydi, lekin kolxoz a'zolik daftarchasi, mehnat ishtirki qaydlari, ish haqi ro'yxatlari yoki arxiv ma'lumotnomalari bo'ladi. Masalan, bir erkak 1976 yildan 1979 yilgacha kolxozda mexanizator bo'lib ishlagan. Mehnat daftarchasida faqat 1984 yildan keyingi yozuv bor, lekin arxivda 1976 yildan boshlab unga ish haqi hisoblangan vedomoslar saqlangan bo'lsa, o'sha yillarni stajga qo'shish masalasi ko'tariladi. Uchinchi toifa, harbiy xizmatdan keyin ishlagan
yoki harbiy xizmatni stajga qo'shishni xohlaydiganlar. SSSR davrida armiyada xizmat qilgan yillar ham alohida tartibda hisobga olinishi mumkin. Buning uchun harbiy bilet, xizmat muddati ko'rsatilgan ma'lumotnoma, chaqiruv va bo'shatilish sanalari muhim. Masalan, inson 1909 yildan 1990 yilgacha harbiy xizmatda bo'lgan, keyin zavodda ishlagan. Agar harbiy xizmat pensiya hujjatlarida inobatga olinmagan bo'lsa, bu ham tekshirilishi kerak. 4-toifa, ism familiyasi o'zgargan ayollar. Bu juda ko'p uchraydigan muammo. Masalan, ayol qizlik familiyasi bilan 1980 yillarda ishlagan, keyin turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasida qizlik familiyasi, pasportda esa hozirgi familiyasi. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, stajni tasdiqlashda savollar tug'ilishi mumkin. Shuning uchun ayollar ayniqsa hujjatlarni to'liq saqlashi kerak. 5-toifa. Boshqa respublikalarda ishlaganlar. SSSR davrida odamlar Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Ukraina yoki boshqa ittifoq respublikalarida ishlagan bo'lishi mumkin. Hozir esa ular O'zbekistonda pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda o'sha davlat arxivlaridan ma'lumot olish kerak bo'ladi. Bu jarayon uzoqroq davom etadi, lekin imkonsiz emas. Masalan, inson 1975 yildan 1990 yilgacha Qozog'istondagi kon korxonasida ishlagan. Agar mehnat daftarchasida yozuv aniq bo'lsa, yaxshi. Agar yozuvda muhr xira bo'lsa, korxona nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa yoki buyruq raqami bo'lmasa, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkinligini ham aytaman. Agar sizning mehnat daftarchangiz to'liq bo'lsa, unda ishga qabul qilish va ishdan bo'shash sanalari aniq yozilgan bo'lsa, korxona muhri bor bo'lsa, buyruq raqamlari ko'rsatilgan bo'lsa va pensiya tayinlash paytida barcha yillar hisobga olingan bo'lsa, katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir pensiya hujjatlaringizda qancha staj hisoblanganini bir marta tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Masalan, odam 1975 yildan 2005 yilgacha bitta maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Mehnat daftarchasida hamma yozuvlar to'liq. Maktabning nomi o'zgargan bo'lsa ham tegishli buyruqlar kiritilgan. Pensiya tayinlanganda 30 yil staj hisoblangan. Bunday holatda muammo kam bo'ladi. Ammo agar aslida u 32 yil ishlagan bo'lsa-yu, pensiya hujjati 3 yil ko'rsatilgan bo'lsa, farq nimadan kelib chiqqanini aniqlash kerak. Yana bir misol. Ayol 1960 yilgacha ishlagan. Keyin bola parvarishi bilan uyda bo'lgan. Keyin 1935 yilda yana ishga kirgan. U men 1998 yildan 1935 yilgacha ham staj bo'lishi kerak deb o'ylashi mumkin. Lekin har bir davr alohida qoidalar asosida ko'riladi. Ishlamagan davr avtomatik tarzda to'liq stajga qo'shilmaydi. Bola parvarishi, o'qish, harbiy xizmat, nogiron farzand parvarishi kabi holatlarda alohida asoslar bo'lishi mumkin. Shu sababli har bir davrni hujjat bilan asoslash kerak. Endi sizga bir nechta aniq vaziyatni tasvirlab beraman. Bu misollar masalaning mohiyatini yaxshi ko'rsatadi. Birinchi vaziyat, Rustam aka 1958 yilda tug'ilgan. U 1976 yilda zavodga ishga kirgan. 1978-1990 yillarda harbiy xizmatda bo'lgan, keyin 1991 yildan 1992 yilgacha yana ishlab kelgan. Pensiya tayinlashda unga 25 yil staj hisoblangan. Lekin Rustam aka hujjatlarni tekshirganda 1976-1978 yillardagi zavod staji va 1978-1990 yillardagi harbiy xizmati to'liq hisobga olinmaganini ko'rdi. U harbiy biletini zavoddagi ishga kirish buyrug'i bo'yicha arxiv ma'lumotnomasini olib keldi. Natijada stajga qo'shimcha 4 yil qo'shilishi masalasi ko'rildi. Agar pensiya formulasi bo'yicha bu qo'shimcha yillar ta'sir qilsa, uning oylik pensiyasi oshishi mumkin. Ikkinchi vaziyat, Malaka opa 1960 yilda tug'ilgan. U 1981 yildan 1930 yilgacha bolalar bog'chasida tarbiyachi bo'lib ishlagan. Turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan. Pensiya hujjatlarida 1995-1994 yillardan olingan, lekin 1995-1990 yillar bo'yicha muammo chiqqan. Chunki mehnat daftarchasidagi muhr xira, arxivda esa tashkilot nomi boshqa ko'rsatilgan. Malika opa nikoh guvohnomasini, mehnat daftarchasining tasdiqlangan nusxasini, tuman arxividan bog'cha nomi o'zgargani haqida ma'lumotnoma oldi. Shundan keyin oldin hisobga olinmagan yillar qayta ko'rib chiqildi. Bitta hujjat yetmagani uchun 5 yil staj yo'qolib ketishi mumkin edi. Uchinchi vaziyat.
Jo'ra aka kolxozda haydovchi bo'lib ishlagan. Mehnat daftarchasi yo'qolgan. U endi hammasi tamom, stajim isbotlanmaydi deb o'ylagan. Lekin u tuman arxivga murojaat qildi. Arxivda kolxozning ish haqi vedomoslari, a'zolar ro'yxati va ayrim buyruqlar saqlangan ekan. Undan tashqari eski kasaba uyushmasi bileti va mukofotlanganligi haqidagi guvohnoma ham topildi. Albatta bunday hujjatlarning har biri alohida baholanadi, lekin ular birgalikda stajni tasdiqlashda yordam berishi mumkin. Demak, mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa ham kurashni to'xtatmaslik kerak. 4-vaziyat. Bir pensioner 1960-yillarda Rossiyada tibbiyot muassasasida ishlagan, keyin O'zbekistonga qaytgan. Pensiya tayinlanganda u yillar bo'yicha savollar paydo bo'lgan. Bunday holatda o'sha muassasaning vorisi shahar arxivi yoki viloyat arxiviga so'rov yuboriladi. Javob 10 kunda emas, ba'zan bir necha oyda kelishi mumkin. Lekin agar javob kelsa va unda ish davri hamda lavozim tasdiqlansa, bu pensioner uchun katta yordam bo'ladi. Eng katta xatolardan biri shuki, odamlar mehnat daftarchasidagi har qanday yozuv avtomatik qabul qilinadi deb o'ylaydi. Aslida yozuv aniq bo'lishi kerak. Ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shash sanasi yo'q bo'lsa, davrni aniqlash qiyinlashadi. Buyruq raqami ko'rsatilmagan bo'lsa, qo'shimcha tekshiruv talab qilinishi mumkin. Korxona muhri bosilmagan bo'lsa yoki muhdagi nom yozuvdagi nomga mos kelmasa, savollar tug'iladi. Ikkinchi nozik jihat, arxiv ma'lumotnomasida lavozim va ish davri aniq ko'rsatilishi kerak. Ba'zan arxivdan falonchi shaxs ro'yxatda uchraydi degan umumiy javob keladi. Bunday javob har doim ham yetarli bo'lmaydi. Yaxshi ma'lumotnomada insonning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan yili, korxona nomi, lavozimi, ishga qabul qilingan va bo'shagan sanasi, buyruq raqamlari yoki ish haqi vedomoslari asoslari ko'rsatilgan bo'lishi kerak. 3-nozik jihat, familiya. Ism yoki otasining ismidagi bitta harf farqi ham muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, Abdullayeva o'rniga Abdullayeva, Muhammad o'rniga Mamat, o'g'li o'rniga Ugli yozilgan bo'lishi mumkin. SSSR davrida hujjatlar ko'pincha rus tilida yuritilgan, transliteratsiya turlicha bo'lgan. Bunday vaziyatda shaxs aynan bir odam ekanini tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. 4-jihat. Ish haqi ma'lumotlari. Ba'zi hollarda nafaqat staj, balki ma'lum davrdagi ish haqi ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Agar eski davrdagi ish haqi yuqori bo'lgan bo'lsa, arxivdan oylik maosh haqida ma'lumot olish foydali bo'lishi mumkin. Masalan, inson oddiy lavozimda emas, ustama oladigan, zararli sharoitda ishlaydigan yoki yuqori malakali mutaxassis bo'lgan bo'lsa, ish haqi bo'yicha ma'lumot pensiya hisobida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu masala aniq tartiblar asosida ko'riladi. Shuning uchun pensiya bo'limidan aynan qaysi yillar bo'yicha maosh ma'lumotnomasi kerakligini so'rash lozim. 5-jihat. Zararli, og'ir yoki imtiyozli sharoitdagi ishlar. SSSR davrida ayrim kasblar imtiyozli pensiya huquqi beradigan ro'yxatlarga kiritilgan bo'lgan. Masalan, konchilik, kimyo sanoati, ayrim ishlab chiqarish sexlari, issiq sexlar, tibbiyotning ba'zi yo'nalishlari, pedagogika yoki boshqa maxsus sohalarda ishlaganlar uchun alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda faqat men zavodda ishlaganman deyish yetarli emas. Aynan qaysi sex, qaysi lavozim, qaysi sharoit, qaysi davr, ish kuni to'liq bo'lganmi yoki yo'qmi? Bularning barchasi hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. 6-jihat, odamlar ko'pincha og'zaki javob bilan cheklanib qoladi. Masalan, pensiya bo'limiga boradi. Xodim bu yil hisobga olinmaydi deydi. Odam uyiga qaytadi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Har qanday muhim masalada yozma murojaat qiling. Agar sizga rad javobi berilsa, rad etish sababi yozma ko'rsatilishi kerak. Shunda siz nima yetmayotganini aniq bilasiz. Arxiv ma'lumotnomami? Familiya o'zgarishi haqidagi hujjatmi? Ish haqi ma'lumotimi yoki sud orqali faktni aniqlash kerakmi? O'z mehnat daftarchangizni diqqat bilan ko'rib chiqing. Barcha ish joylarini alohida ro'yxat qilib yozing. Masalan, 1992 yillar zavod, 1992-1994 yillar harbiy xizmat, 1995-1992 yillar sovxoz, 1992-2005 yillar maktab. Har bir davr yo'liga hujjat bor, muhr xira, bo'shash sanasi yo'q, arxiv kerak deb belgi qo'ying. Bu oddiy jadval keyingi ishlaringizni ancha yengillashtiradi. 2-qadam. Pensiya bo'limidan sizga qancha ish staji hisoblanganini aniqlang. Siz o'zingizcha men 35 yil ishlaganman deb o'ylashingiz mumkin.
Lekin pensiya hujjatlarida 29 yil ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Ana shu farqni topish kerak. Qaysi yillar kiritilgan, qaysi yillar kiritilmagan, nima sababdan kiritilmagan bularni so'rang. 3-qadam hujjatlarni to'plang. Kerak bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy hujjatlar: pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjat, mehnat daftarchasi, harbiy bilet, nikoh yoki ajralish guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, diplom yoki o'qish davriga oid ma'lumotnoma, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, buyruq nusxalari, korxona tugatilgan yoki nomi o'zgarganini tasdiqlovchi ma'lumotlar. 4-qadam arxivga murojaat qiling. Agar korxona hali ham mavjud bo'lsa, avval o'sha korxonaning kadrlar bo'limiga yoki hujjatlar bo'limiga murojaat qilinadi. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga, ba'zan viloyat arxiviga murojaat qilish kerak. Murojaatda aniq yozing. Men falon yillarda falon korxonada ishlaganman. Ish davrimni, lavozimimni va ish haqi ma'lumotlarini tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Agar buyruq raqamini bilsangiz, albatta yozing. Bilmasangiz, taxminiy yillarni ko'rsating. 5-qadam murojaatni yozma shaklda qiling va nusxasini saqlang. Agar pochta orqali yuborsangiz, jo'natilganini tasdiqlovchi kvitansiyani saqlang. Agar qabulxonaga topshirsangiz, 2-nusxaga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring. Bu keyinchalik juda kerak bo'ladi. 6-qadam javobni olgach, uni pensiya bo'limiga taqdim eting va pensiyani qayta hisoblash bo'yicha ariza yozing. Arizada oddiy qilib yozish mumkin. Mening SSSR davridagi falon yillardagi ish stajini tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlar taqdim etilmoqda. Ushbu davrlarni pensiya stajiga qo'shib, pensiya miqdorini qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Hujjatlar ro'yxatini arizaga ilova qiling. 7-qadam, agar rad javobi olsangiz, sababni tahlil qiling. Ba'zan rad javobi to'g'ri bo'lishi mumkin, chunki hujjat haqiqatan yetarli emas. Ba'zan esa qo'shimcha ma'lumot olib kelinsa, masala hal bo'ladi. Ayrim holatlarda ish staji faktini sud tartibida aniqlashga to'g'ri kelishi mumkin. Bunda guvohlar, arxiv javoblari, eski hujjatlar, mukofot qog'ozlari, kasaba uyushmasi bileti kabi dalillar ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin sudga borishdan oldin albatta mutaxassis bilan maslahatlashgan ma'qul. 8-qadam. Qarindoshlaringizga ham yordam bering. Ko'p ota-onalarimiz hujjat ishini bilmaydi. Ariza yozishdan tortinadi. Baribir foydasi yo'q deb o'ylaydi. Aslida esa farzandlar yordam bersa, eski papkalarni ko'rib chiqsa, arxivga so'rov yuborsa, natija bo'lishi mumkin. Bir necha yil staj qo'shilishi oylik pensiyada kichik ko'rinishi mumkin, lekin 1 yil davomida, 5 yil davomida bu sezilarli mablag'ga aylanadi. Men sizga shuni alohida ta'kidlayman. Hujjatlardagi sanalarni solishtiring. Ishga kirgan sana bilan ishdan bo'shagan sana orasida bo'shliq bormi? 2 ish joyi bir-biriga ustma-ust tushib qolmaganmi? Harbiy xizmat davri to'g'ri ko'rsatilganmi? Ayollar uchun familiya o'zgarishi tasdiqlanganmi? Bularning barchasi muhim. Yana bir muhim narsa, asal hujjatlarni hech kimga topshirib yubormang. Asal mehnat daftarchasi, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi kabi hujjatlar sizda qolishi kerak. Tashkilotlarga odatda nusxa topshiriladi. Kerak bo'lsa asl hujjat ko'rsatib, nusxasi tasdiqlanadi. Chunki eski hujjat yo'qolsa, uni tiklash yanada qiyin bo'ladi. Agar arxiv hujjatlar saqlanmagan deb javob bersa, bu hammasi tugadi degani emas. Ba'zan hujjatlar boshqa arxivda bo'ladi. Masalan, korxona tuman arxiviga emas, viloyat arxiviga topshirgan bo'lishi mumkin. Yoki korxona birlashgan, uning hujjatlari voris tashkilotda qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun arxivdan hujjatlar qayerga topshirilgan bo'lishi mumkin degan ma'lumotni ham so'rash kerak. Agar siz boshqa respublikada ishlagan bo'lsangiz, internet orqali o'sha hudud arxivining manzilini, elektron pochtasini yoki davlat xizmatlari portalini topishga harakat qiling. Murojaatni rus tilida yozish kerak bo'lishi mumkin. Chunki SSSR davridagi hujjatlar ko'pincha rus tilida yuritilgan. Murojaatda shaxsiy ma'lumotlarni aniq yozish juda muhim. O'sha davrdagi familiya, hozirgi familiya, tug'ilgan sana, korxona nomi, shahar yoki tuman, taxminiy ish yillari. Demak, esa SSR davrida ishlagan pensionerlar uchun asosiy syurpriz shundan iboratki, eski ish staji bugun ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu staj avtomatik ravishda har doim to'liq hisobga olinmaydi. Mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv ma'lumotnomalari, harbiy bilet, familiya o'zgarishi hujjatlari, ish haqi ma'lumotlari
Bularning barchasi katta ahamiyatga ega. Men sizga maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Pensiya bo'limidan hisoblangan stajni aniqlang. Yetishmayotgan yillar bo'lsa, arxivga murojaat qiling va qayta hisoblash bo'yicha yozma ariza bering. Ayniqsa ota-onangiz yoki keksa qarindoshlaringiz SSSR davrida ishlagan bo'lsa, ularga yordam bering. Ba'zan bitta eski ma'lumotnoma insonning ko'p yillik mehnatini tiklab beradi. Agar sizda ham SSSR davrida ishlagan yillar, yo'qolgan mehnat daftarchasi, arxivdan javob kutish yoki pensiyani qayta hisoblatish bo'yicha tajriba bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida vaqtida qilingan bitta to'g'ri harakat ko'p yillik adolatni tiklashi mumkin.